Buxoroga наконец-то qish keldimi yoki qish kelganini alomatimi? Вообще qor qachon yog'adi bilmaysizlarmi? Men urobda deb o'ylamanglar, bu do posle video oldim. Ertalabdan menda yaxshi настроением edi, uyqudan to'ydim. Uyda maza qilib kofe ichdim, keyin shunaqa chiroyli obraz qilib, kritiga kelib, yana bitta kofe oldim. Qarasam hamma banklar yopiq, odam kam. Nima uchun desam, 8-dekabr Konstitutsiya kuni. Mayli dedim, syomkaga Imona Pastry'ga keldim, chunki bugun bizda aksiyalarni videosini olishimiz kerak edi. Darrov qanaqa aksiya deb so'ramanglar, videosi обязательно chiqadi. Keyin ko'rasizlar. Yaxshiyam Padrushka magazini Imona Pastry'ga juda ham yaqin ekan, shu uchun bu yerga ham kirib video oldik. Keyin Buxoro savdo majmuasiga qaytib keldik. Ertalab video oldim-ku, bunisi poslisi. Video уже lentada bo'lish kerak, shu uchun podдержка qilib, like, kommentariy yozamiz. Yerdan chiqib Orion restoraniga bordim. Bugun syomkamiz. Kстати, yangi yilga korporativni mana shu yerda o'tkazamanmi nima? Chunki bu ovqatlarni qaranglar, bay. В общем, syomkalarni tugatdik. Yana Buxoro savdo majmuasiga keldim. Necha marta keldim? 3 martami yo 4 martami? Singlimni olib, 6-dagi normalga keldik. Storieslarimga bitta zo'r одежда magazini topdim degandim. Shunga kirdik, bir ikkita narsalar olib uyga keldik. Uyga kelib, sizlarga mini obzorchik qildim, keyin ujin qildik va mana birdaniga makiyaj qilgim keldi. Makiyaj qilib bilmayotganingiz deb yozadigan haterlarga javobim. Topoviy vizajistlar ham qachondir samouchka bo'lib, uyda makiyaj qilishdan boshlagan. Всем пока.